sizlar bilan biz akkauntni full qilamiz do'stlar. Mana o'zimizning akkaunt son Ronaldo Husanov ozginadan full bo'lgan va bu video eski YouTube akkauntimizda qolib ketgan edi va bu videoni o'chirib yubordik. Yaxshi kishi ko'rmaganda, juda kam kishi ko'rganda. Xo'sh do'stlar, David Rayani xufladik, buni ham olamiz. Unda biz boshladik kuchaytirishlarni. Birinchi komandan berib boshlaymiz. Bismillah. Ronaldoga tushdi. Ko'tarildi darajasi. Xo'sh, yana Ronaldoga. Yana 84 qoldi. Abduqodirga. Yaxshi, staminaga tushdi. Yana 3 ta qoldi. Ronaldoga yana staminaga. Yana 2 ta qoldi aytganda. Sondan bitta 90 chiqdi. U ham staminadan. Bitta qoldi. Husanovning stressiga tushdi, yaxshi. Unda do'stlar, mana bu o'rtancha kuchaytirgichimizni hozir bosamiz. Kimga tushadi? Uni bilmadim, lekin yaxshi futbolchiga shu menimcha Son bilan Husanovga tushadi. Yo'q, Husanov va Ronaldoga tushdi. Husanov 79lik qoldi. Ronaldo 85 bo'ldi. Ronaldoning tepadagi holatidan 90+ chiqarsak hamma tarafdan. Xo'sh do'stlar, videomiz tugadi shu joyida. Bu video yangi akkauntga qo'yiladi, ya'ni Dilis Abduazizovga. Obuna bo'lib, like bosib tashlaylar.